Дорогие друзья, дамы и господа, мы в прямом эфире на UFC Fight Pass, а также на телеканале UzReport TV, Ташкент, Юнусабадский теннисный корт, профессиональная лига Мурадова, главный бой вечера. И вот они! Первый боец. Синий угол. Ему 37. Рост 1,75 см, вес 76 кг ровно. Тренер Хаджар Исаев. Он мастер спорта международного класса. Чемпион мира по кикбоксингу. Мастер спорта по рукопашке и по ММА. Профрекорд. 15 жang 10 g'alaba. Представляющий бойцовский клуб «Мирный воин», Россия, Дагестан, Кизляр. Заур «Мирный воин». Исаев! Его соперник красный угол. Ему 30 лет. Рост 1,77 см, вес 77 кг ровно. Тренеры Джасур Джаскалижонов, Даврон Авалбаев. Он мастер спорта по боксу, мастер спорта международного класса, также двукратный чемпион мира по рукопашке. Профрекорд. 3 jang 3 g'alaba. Представляющий спортивный клуб Мурадов Легион Тим, Узбекистан, Мухиддин Левша Мамаджонов. Muhiddin Mamajonov hech qachon zerikarli jang namoyish etmaydi. MMA rekordi 3-0. Deyarli hamma g'alabasini dominant tarzda qo'lga kiritgan, lekin Zaur Isayev ham anchagina jiddiy jangchi, jiddiy yondashuv kerak unga. Omad tilaymiz Mamajonovga. Main eventga aylangan jangni birgalikda tomosha qilamiz. Qizil kiyimda Mamajon, ko'k kiyimda Isayev ketdi. Mamajonov chapaqay, fazasi boks. Shuning uchun ham u imkon qadar stoykada qolishga, Isayev esa ko'ryapsiz, boshlanishi bilan kurashga kirishga intilyapti. Lekin qizig'i Isayevda ham kickboks bazasi bor. U ham stoykada jang qila olsa kerak. Hoppa, birinchisi yengilgina to'g'ridan zarba. Oyoqlarga ishlov berishga urinishyapti. Yo'l-yo'lakay Muhiddin ko'rib turibdi raqibning qo'li, masofa qanday. Sekin hozir o'z masofasiga kirib borishga intiladi. Nazorat qildi, yaqinlashib kelayotgan Isayevni javob qaytardi chap qo'lda. Afsuski mana oyoqqa kirib bordi Isayev. Qarang, takedowndan himoya joyida. Muhiddin vaqtni bekor ketkazmagan. Mana shu MMA ga kirib borgandan keyin o'z uslubini universal darajaga yetkazishga uringan. Mana ikkita oyog'ini ham ushlab olgan edi Isayev, chiqib ketdi. Mamajonov aktivlashdi, tezroq oldinga borishni boshladi. Oringa middle kick. Yana oyoqqa intildi Isayev, chiqib ketdi. Zo'r zarbalar almashinuvi. Hoppa, chap qo'lda aniq bosh qismiga, lekin Isayev ham
Zaur ancha jiddiy qarshi zarbalar yo'llayapti. Buni ham qayd etib qo'yish kerak. Xuddi xotirjamlikni yo'qotayotgani yo'q, qo'llari baland ko'tarilgan. Hop, jablar hozircha o'ng qo'lda, lekin o'tkazib yuboryapti hozir Mamatjonov. Javob qaytardi. Zo'r tushdi. Chap qo'lda ketidan o'ng qo'l zarbasini ham yo'llashga erishdi Mamatjonov. Kurashgisi kelmayapti. Yana bosh qismiga zarba. Qani ketdi bu yog'iga, yuqoridan zarbalar, ketma-ket seriya. Birinchi raundning o'zida bo'ldi g'alaba. Muhiddin Mamatjonov ishonchni oqladi har doimgidek. Tez hal qildi. Chiroyli hal qildi. Ishonchli hal qildi. Shaxsan o'zimga Muhiddinning uslubi yoqadi. O'z uslubini ishlata oldi. O'sha boks bazasidan foydalanib, stoykada juda aniq ishladi. O'sha hal qiluvchi zarba ham juda chiroyli chiqdi. Muvozanatdan chiqargan. Turnirga ham chiroyli yakun yasashni uddaladi Muhiddin. Bundan avvalgi janglar baribir o'sha oxirigacha davom etib, ko'proq taktik kurashga aylanib ketgan edi. Muhiddin esa tez, chiroyli tempda shiddatli zarbalar bilan hal qilishga erishdi. Yakun ko'p narsani hal qiladi. Aslida misol uchun main event bekor qilingani muxlislarni ranjitishi mumkin, lekin mana bunday nokaut bilan tugagan main event menimcha muxlislarni qoniqtirdi. G'alabali seriya davom etadi. Muhiddin Mamatjonov 4-jang, 4-g'alaba. Yana muddatdan avval yakunlayapti o'z bahsini. Zaur Isayevga yordam ko'rsatilyapti. Hozir oktagon intervyu bo'lsa kerak. Muhiddin Mamatjonovning yaqinlaridan biri, balki oila a'zolaridan biri, aniq bilmaganim uchun hozircha indamay turamiz. Menimcha intervyuda o'zi izoh berib ketadi. Biz kutgan lavhalar mana o'sha chap qo'l. Yo'q, undan umumiy highlightslar ekan. Keyingisi. Bum! To'g'ridan. O'zi yaxshigina o'tkazib qo'ygan ekan Isayev ham. Mana bu yerda hal qildi. Mana shu. Bu yog'i odatiy jarayon. Bu yog'iga tikuv mashinasi ishga tushdi va choklar yuzaga keldi.